Mana Tang L'da gibridini so'rayotgandinglarmi? Kamiga oldi orqa tortayotgan 4 ta vidishi bo'lsin deyotgandi. Ko'pchilik viloyatlarga qatnaydi, perivallarda qiynalmay chiqib ketaman deyotgandingiz. Zo'r variant kelib qoldi. 2025-yilda ishlab chiqarilgan model, oldi orqa tortayotgan DMP, ya'ni 694 ta ot kuchi bor mashinada 0 dan 100 gacha 4.3 sekundda 100 ga chiqar ekan. 200 km tokda 1000 km dan oshiq benzinda yurar ekan. Brembo tormozli sistemalik, mokriy asfalt, to'q mokriy asfalt rangida, yangicha ranglarda lidarlar bor. Даже krugovoy tonirovkaga razresheniyalarni tayyor qilib qo'ygan ekan. Xullas mashinani egasiga yoqmabdi to'g'rirog'i. Zikr 9X olaman deyapti. O'shaning uchun sotib olinyapti, lekin normalli ancha pul arzoniga sotilib ketyapti. Polni elektropaket mashina, obduf, obogrev, massaj, ikkitalab xolodilnigi bor. Head-up display, eng oxirgi обновлениядagi planshetlar diling 5 bo'ladi. Даже rulida lipistoki ham bor ekan. Bu adaptivniy cruise control ham avtopilotga dostуп beradi. Face ID deysizmi? Xullas hamma narsa bor. Jamiki navorot 3 qatorlik bo'ladi. Разделный капитанlik sidina Tang L'da chiqmagan. Orqasida obduf, obogrev, massaj, 3-qatorlari ham keng, ancha-muncha yaxshi, bahaybat, zo'r mashina xullas. 56 ming dollarga olgan ekan 3 oy oldin. Hozir 47500 bo'lsa, egasini ko'ndirib qo'ydik. Rona 10 kun oldin 51 ming dollarga e'longa qo'ygandim. Xullas 47500 mayli, mayda-chuyda qilmaymiz, pastda raqam qo'yaman. 47500 dollarga baraka qilib olsangiz bo'ladi. Olinglar, zo'r mashina, marhamat, tayyor mashina.